Notebookingizni yoqqaningizda 10 tachaga yaqin programmalar sizdan beruxsat ishga tushyapti. Bu programmalar notebookni qotishiga sabab bo'ladi. Hozir buni o'chirishni ko'rsataman. Buning uchun mana bu joyiga bitta bosib dispetcher zadashga kirib olamiz. Dispetcher zadashdan avtozagruzka приложение degan joyga o'tib olamiz. Mana shu programmalar. Bu yerda ham o'chirsangiz ham yoqsangiz bo'ladi. Masalan, mana shu live'ni mana unda отключить qilsangiz bo'ladi, включить qilsangiz bo'ladi. Включить qildim, hozir yondi. Endi u har safar notebookni yoqqanimda avtomatik o'zi ishga tushadi. O'chirsangiz bo'ladi, отключить qilsangiz o'chdi. Shunaqa o'chirib yoqsa bo'ladi programmalar. Bular avtomatik ishga tushishi kerak bo'lgan programmalar. Ustanovka qilganingizda avtomatik shunaqa bo'lib qoladi. Keyin ichidan kirib bir xillari bor, ichidan kirib o'chira olmaysiz. Masalan, mana shuni ichidan kirib men o'chira olmadim, lekin bu yerdan o'chirdim. Nimadan? Dispetcher zadashdan yoqsam bo'ladi, o'chirsam bo'ladi. O'zini ichidan topa olmaysiz.